Voy dadasi. Odam bo'lmang ular. Voy dadasi, o'rtancha o'g'lingiz qimor o'yinlariga aralashib qopti. Kalishlikmi? O'zi kalishlikmi? Mushtakkina bola qanaqasi qimor o'yinlariga aralashib qoladi. Voy dadasi, nimaga ishonmaysiz? Qanaqadir raqamlar, sonlar, summalar haqida gapiryapti. Mashinangiz hujjati qayerda? Mashinani ichida. Meni tunlarni ishtirib joydami ekan dadasi? Sho'rim qurdi, endi nima qilaman? Yurchi, ko'raylikchi, yurchi. Ha, tushundim. Bugun qilishga harakat qilaman. O'tgan hafta 2000 dan 6000 cashback tushdi. Zo'rku, $6000 tashqi biznes qilsa bo'ladi. Yurchi. Rahmat sizga, mentorim. Menga qara kassob. Kimligingni ayt, kirdagingni yulib olaman. Mushtay bolaga $6000 qayerdan berding? Ha, to'g'risini ayt. Assalomu alaykum. Men Qalamuz matematika platformasidagi mentoriman. Siz adasimiz? Sizga o'g'lingiz matematika darsini qilmayotgani haqida SMS borganmidi? Kelganmidi? Bilmasam, ertaga telefon sizni qo'lingizda-yu. Ha, men uni MCSdan kelibdi deb o'ylabman. Menga qarang, ana 2000, 6000 deb nimani gaplashyapti-dinglar? Ha, Qalamuz platformamizda har kunlik vazifalarni to'g'ri bajargani uchun 2000 so'm cashback beriladi. Shuni gaplashayotgandik. Deb baraka toping. Yaxshiyam shu platformaga a'zo qilgan ekanman. Rahmat sizga ustoz. Kattakon rahmat o'g'limga e'tibor berganingiz uchun. Ey, o'li ahmoq. O'zi seni ham qalamuzga berib yuborishim kerak. U ham tarbiya qiladi seni ham. Men hozir ovqatimga qarab. Agar farzandingizni matematikasini nazorat qilmoqchi bo'lsangiz, unda Qalam.uz onlayn platformasiga topshiring. Bo'lmasa, ana unga o'xshab vahima qilib yuraverasiz. Ana shunaqa.